Şahzade haneleri çıkarga atlandı. Şahzade gitti. Şahzade gitti. Kaçaylı. Kaçaylı. Şahzade gitti. Kaçaylı. Yolu başat. Yolu başat. Abla. Şahzademizin altın tosaşık pitindin mi? Şu emasmi o? Bu canavar kishilar orasi kirib, o'yin ko'rsatishga bak amroq. Shuni men. Berkel. Biz onu yaxshiroq bir adablab qo'yaylik. Shunday qilaylik, to'g'ri. Efendim. Yaxshi-ku. Efendim, men sana biz bilan birga shikarga chiqish sharafini beraman. Qanday? Bosh ustiga janobi shahzoda. Qani, marhamat. Çö. Wow! Atla. Ey, qaranglar, av döt eshakka. Man deyman. Döt eshak. Bir eshakda 4 tuyoq. 2 eshakda 6 tuyoq. To'g'ri, 6 tuyoq. Man deyman. Hapsini. Cami 6 tuyoq gel. 6 tuyoq gel. 6 tuyoq. 6 Ey, qaranglar. Efendim, to'xtab turing. Efendim, to'xtab turing. Tez qo'g'laylik. Tez. Efendim. To'xtang. Efendim. To'xtab turing. Efendim, to'xtab turing. Bayağı sizlar nima degantinglar? Bir atning 4 puti bor, 2 eshakning 6 puti bor demaganmitinglar? Undaq bo'lsa 6 eshakning 18 puti bo'ldi ekanda. Shundaqmi? Efendim to'xtab turing. Biroz orom olaylik, to'xtang. 2 eshakning 6 puti bor bo'lsa, undaqda 6 eshakning 18 puti bor degan gap. Efendim, to'xtab turing. Biz erib ketdik, efendim. Bundan oramil olaylik. Oramil olaylik. Kelinglar. Suti bak pishib ketdim, ha? Begim, biz kiyimimizni silib efendimga otib qo'yaylik. Bo'ladi. Undaqda biz uni toza odir o'taylik, ha? To'g'ri. Efendim, Xudoyimdan sizning bu ahmoq eshigingizni shuncha tez choptirib rahmat. Efendim, siz undaqda bizning kiyimimizni juda berishingiz lozim. Nima degan qaltis? Bir eshak shuncha o'la kiyimni judalaydi ekan, ha? To'g'ri aytdinglar. Aslida bu 3 eshak selayotgan kiyimlar edi. Nima? 3 eshak? Mening kiyimim. Bu mening kiyimim. Mana bu mening kiyimim. Tez bo'linglar, menga yordam qilinglar. Tez bo'l. Mening kiyimim. Menga yordamlash. Tez bo'l. Nerton. O canım. Sizlar endi Allohga texim ko'p rahmat aytsanglar bo'ladi. Nemishqa? Agar sizlar kiyiminglarni silayotmagan bo'lsanglar, kiyim bilanlar daraq ilinib qolmamtinglar.
Alileri o'shga. Taq o'shkisi. Ablah. O döt kalva. Mening karametimni ko'rib turinglar, ha? Oy. Oy. Voycan. Ustim ergenkensiz. Nahayt usta. Sen meni mazaq qilishga petindingmi? Sening o'qiya aytish mahorating biznikiga yetmaydi. To'g'ri. Cho'qim bek nachar. Kelinglar, o'qyani uningga beringlar. Agar u o'qyani menga tekkizmaydigan bo'lsa, yuzlarni urish kerak. Bo'ladi. Nima kulisizlar? Men o ikkisini o'qiya aytishini do'rg'a edim. Voycan. Külmang shahzodam, men sizdan o'qiya aytishingizni do'rg'a edim. Endi o'zimning o'qiya aytishimni ko'rib qo'yinglar, ha? Bora. Kile. Bora. Gördünler mi? Bu men efendinin karameti. Voycan. Voycan. Oy. Qaramamdigan bu issiqni, qaramamdigan. Isib o'layli deb qoldim. Bu xudo urg'ayada bir tomchimi suv bo'lmasa, yana nima o'g'lashgan u? Shu emasmi? Voycan, usab ketdi. Efendini su deb kelishga vatayli. To'g'ri, avu ko'dayga su deb kelishga vatayli. Hey, berkel. Biz bu yerda qolayli. U berib. Toza bir yerib kelsin. Ma'qul. Efendim. Neymiş oldu alileri? Ölgür, usap ölayli dep kaldım. Sen tez ahu yerdeki öyge berip qarab bakkın. Soba mı yok? Tez bakın. Ben berip su ekilendim. To'g'ri, tez berip su ekegin. Tez bakın. Tez bak. Ma'qul, baray.
Voycan, usab öleyli dep kaldım. Voycan, so'kak saqlab turayli. Turunla, tez. Voycan. Yaxshi oldu. Yaxshi oldu. Alileri! 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 Su bakın. Su! Su bakın. Su bakın. Su bakın. Su abiken. Su abiken. Su abiken. Su. Ben kusab gittim. Alileri! Bu yerde konu öyde bir timimmi su yokken. Fakat yokken. Voycan. Yerip öleyli dep kaldım. Usab gitti. Usab gitti. Bergilinglar! 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 Qaranglar! Sudan! 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 Su vaken! Su vaken! Hadi bu su vaken! Yaxşı oldu. Su vaken, su. Bana verin. Sudanı bana verin. Ben kusab gittim. Ben bir su muymuş? Alileri, ben tepsili izlep baktım. Bu yerde bir tamçımı su yokken. Şelmisler qarab baksılar. Qurukken. Quruq. Bu havanıza hazırlı otdek ısıqda turğılı bulmaydı. Közünü yumup açıkça özgerdi. Qaraganda hazırlı qattiq yağmur yağdığa oxşaydı. Şahzadem, tezini orada qaytaylı. Şuna qilaylı. Efendim, siz bu yerdə qilib, yağmurdan qanğıcı ozırını öylən, ha? Şuna qilayım. Şunda qilib. Bu... Ma'qul. Nima? Nim deysan? Sen meni uyingga taklif qilib otamsan? Kirayli. Yaq, taza yaq, şep yaq, ha? To'g'ri, taza yaq, qattiq yaq. Yaq, mən əmdi əfəndimdən soğuş düşkən müşkək bob qalğan turğını görəmən. Şahzade keşif getdi. Tezden ordu qaytaylı. Yaq, mən əfəndimdən qanda qalıb kişib qalğanlığını öz gözüm bilən kögüm ba. Doğru. Şahzade! Şahzadem! Şahzadem! Sizge köptün köp rahmet eytimen. Sizge rahmet. Sen bana rahmet eytamsan? Şundaq. Siz meni heliq taşlıqqa yalğız taşlap qoymagan bolsanız, maň bundaq cennetni görüş hergizmi nisip bolmagan bolatdy. Cennetni görüş? Şundaq. Şahzad janaplary, sizle mangandan keyin men yalğız taşlıqda maňa tuyuqsuzla bir yer kep qaldım. U yerning esilligiga gep ketmaydi. Hemliye közni qamaştırdı. Yana o'shga to'shqanlarning taqlışıp oynaşları kişinin zo'qini qo'zg'aydi. Şahzada janoblari, yana u yerda bir aqlliq, husni jamolda tangdoshsiz bir qiz bor ekan. U qiz naqshi usulga mahir bo'p qolmasdan yana o'qiya etishqimi ajoyib mahir ekan. Onun bir xosiyatlik o'qiyasi bor bo'lib,
Atqan o'qining birsimi zoyi bo'lmay, dal joyiga tegdi ekan. Janobi shahzoda, agar shu o'qyoni qo'lga tushirib, tog' o'shkisi olsangiz, nima degan yaxshi, ha? Janobi shahzoda, agar siz ko'rgan bo'lsangiz, u yerdagi tog' o'shkilari shunchalik semiz, shunchalik oq. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Agar fursatni qo'ldan berib qo'ysangiz, to'liq afsunarli ish bo'ladi. Jannat, undaqda men mo berib jannatni ko'rib baqsam bo'lamdi. Siz baxsangiz bo'lmaydi. Nima? Baya deganlarimning hammasi yolg'on. Yolg'on? Undaqda yolg'on bo'lsa, amsi üstü beshingiz yomg'irda ozroqmi yo'l bo'lmabdi-ku. Kashib ketgan bo'lsa, balkim jannatmi taqilib qolgandi. Men sizning gapingizga hargiz aldanmayman. Shahzodam, shahzodam! Cha! Jannat. Shahzoda Rasululloh jannat topalarmi? Bunga gap ketamdi. Jannat. Jannat. Voy jan. O'shkan. Voycan. Shuncha uzun vaqt bo'ldi, shahzoda kelmaydi-ku. Shu emasmi? Balkim jannatning manzaralaridan ko'zni uzmayotgan bo'lishi mumkin. Voycan. 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 Qaraganda shahzoda jannatning u tarafida huzurlanib, kavob yeyotgan bo'lishi mumkin. Kavob. Sizlarmi fursatni qo'ldan berib qo'ymay beringlar. Amisa men ketdim. Nima kavob? Baltiroq bilgan bo'lsa biz barak emas.